Sizlar meni qiynanishdan tilanglamaydi, qiynab shunday yaxshi ko'rdi bu qizni deb o'ylamsizlar? Ajoyib tilyapti qiynanam bugun meni. Mendek namunalik 360 kun uyda o'tirib, tamoq etayotgan kelin pasharimi tillamdi deyman bu qiynanilar. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men taranch kelin yasardan hammanglarga o'tliq salomlar olsun. Men ham taranch kelinkanman, vallahi ham ishbuzar kelinkanman emasmi? Bugun atkinim bir tamoqning mo'yim halqisiga kelganda buzib o'tib qoldim. Shuning bilan qiynanamdan qattiq tilanglab ketdim. Nima aytaman deb ashay to'xtab tura. Buni nereden o'rgandingiz? Siz internetdan o'rgandim degidek bir tamoqdan birini aytay deb to'yinni izlab unutib qolgan tamoqlarimiz bo'lsa aytaylar deb izlabasam qizim kiribdi. Voy oppa mush tamoqni aytinga. Men bek yaxshi ko'rmay oppa bizning yesaydi mush tamoqni qilib beydi deb eliq qiz degan to'xtamay og'zog'iga tegmay shunda so'zlab ketdi-da ma'qul deb qiymalarni qilsam qiynanam yo'q. Hurmatli qiynana, qozon beshi sizni chaqirdi. Hozir oshxonada sizni saqlab qoldik. Qozon, qumush, men hammamiz tayyor oldik, lekin siz yo'q deb qiynanamni boshlab chiqdim qaranglar. Aytib baxmagan do'stlar, bir aytib beqinglar juma, men diyenzangwan berib, unda sib boshlab ketdik. Ketadigan materiallar go'sht bilan piyoz kenda, vallah, go'sht bilan piyozni ushsha qilib qiyim qilish mashinasida shu chanaq bash qiyamli qilib aytgandan keyin qiynanamga tashlaymiz kenda, qiynapanglar buning qiymasini tashab bergan. Tuzra, kavavichin, anondan keyin oppoq nimti kraxmal, anondan keyin ikki tal tuxumni silib, tozash, elashtirib, mijjib qilib aytgandan keyin bu qiymini u yoqdan bu yoqqa dumiltib o'ynaysizlar ekanda, u yoqdan bu yoqqa ishqalqininglarni dumlasanglar dub tugilak benza tayyor oldi. Hurmatli ko'rurmanlar, ko'rganinglardek men buni mushta dub tugilak holat kelgandim. Qozonga ozroq sağa vaqtimda ozroq chatoq chiqarib qo'yib, qiynanamdan qattiq tilanglab ketdim-da. Bu halqalarni hozir sizlarga ko'rsatib qo'yamiz do'stlar. Bütün ishtiyoqimiz bilan buni shuninglar u yoqdan bu yoqqa dumiltib, bu tamoqning ismi Vanz bo'lsin deb bu tamoqqa ism qo'yibdik. Shuning bilan bugungi tamoqimizning ismi Vanztanganda, Vanzdan oshxonaga berib ichivamay o'ydimi qis bek o'xshaygan ballar men ozroq chatoq chiqarib qo'ygan hisob qilmaganda ta'mi rangi ish qilib qozonnikidan qilishmag'idek darajada qilib atdim-da endi. Qozonga bir chumush mayni qo'yib qizdan dedi, ha bo'ldi deb qozonga mayni qo'yib obdan qizdirib atgandan keyin shuninglar opam bu Vanzlarni tashlab mana ichiga. Tashlab vaqtida cho'kidan birini akilibdim. Xuddi men o'zimni lag'ma aytyapman deb o'ylab qoldim-mu, cho'kini vallah vuluq qilib u yong'ila seribdim-ki, dubtuglak Vanzlarning hammasi chechilib polal o'pdi shuning bilan. Kim sizni cho'kida ilashtiring dedi buni, taplama qiynapammi, butun ishtiyoq bilan qozonga silib, mening ilashtirganimga diqqat qilmay qolibdi ekanda, qozondagi osh mayda butun hammanimning cho'gilib chiqqanligini ko'riblam, bir tillashni boshlayapti. Voy pamsiz kelinim, cho'gilib ketgan Vanzini yemsiz kelinim, hech qanday ish bilan chattig'i yo'q, g'amsiz kelinim. Bu tamoqlar o'xshar edi sensiz kelinim deb degan meni tillab olaqshtirib qo'shoqlar qo'shib, ön tinimni chiqaramayli qoldim-da, men endi qana qilmasam deb ballashu. Ammo tarafdikisi mening ko'dinglarma cho'ylada suzib elyotdi. Jenim balam, sendan bir o'tinib qolay. Mushu bir qozon beshig kelmagan. Bu telefonini tutib, mush fansillaringga tamoq atgan yerimni tatib chiqarsang bo'ldi, sen birmish qozon beshig kelmagan deb ketgandi. Ma'qul deb o'tirib telefonda tatishga mas'ul bo'ldim. Tamoq etalaydigan qizlar bir maqtaninglar, ha, endi ma pingunchuk Vanztanglaringlarni yo'llanglar. Menga o'xshash ishbuzar kelinlarmi, mush buzib qo'ygan ishlaringlarni yo'llab yiqinglar. Menga mushta qiynamizni qoqishtirgan ya sizlarmi bormi? Mana mening cho'gilib ketgan Vanzdan ma tavoqlardan shagan olib masterkayga ilindi. O'zing yabalanmani dedi. Ma'qul mayay deb ashta deb shuni bilan mayning yiniq bormay majroq tutdim-da, andan keyin bu Vanzini mushta duglaq qilib silib, ma'sha cho'gida ilashtirib qolmanglar ballar. Tashlab qo'ysanglar o'zi pissa cho'ylada ilib mana tizib qo'ysizlar ekan. Voy qiynanam meni bir chiroyli qilib aytgandan keyin chiroyligi kulgi yugurib ketdi. Voy mening ish buzg'onlarimni unutib ketdi. Xo'shallik bilan tamoqning oxirini atdi degandek mana tayyorlik qilib tamoqning oxirini aytib. Men bo'lsam qiynanamdan tilni anglab, o'xshamagan tamoqimni dadamga danlab, opam shagan qilgan Vanzini dadamga beriblam, shuni bilan dadamga yigiz o'tib bir taraf qilib atdim-da, orliqladim men o'zimni yeb bilparmanda, u tampayzubda cho'gilib ketgan bilan desam, opam har kiloda. Shuni opamning og'ziga solib qo'yib, bu Vanzlarni bir taraf qilib, andan keyin mening tangsini qilib tayli deb, yana Vanz tang olganki tangni qilamiz-da. Shuni bilan buning ketalik materiallar bo'lsa, do'stlar, so'ng piyoz, sinjang samsaq kenda, mush uchun rosa qo'rib o'tib, andan keyin janglarni silib atgandan keyin, andan tayyorlik tayyorlar bog'i bozordagi samarvar sho'rpsini. Ashni silib atgandan keyin yiliq 5 var, xoju, paju, alay balay, 5 varning ismini bilmayman, nima tang. Ashni silib qaytib qo'ymiz kenda, qaytib qo'ygandan keyin, mana ko'gninglarda qushqash tuxumi desam ishni bijamanlar, ay bo'dun tuxum. Ashuni andan keyin avu pintoza alay balay shu chiqib yerdagi narsalar ismi mukammal qoldi. Shu narsani tayyor qilib deb, qaysi tasdirak pissa shuni baldiroq silib, andan keyin 1-2 minut qaytib atgandan keyin qolgan saylaringlarni inigrek pishadigan saylaringlarni oxiriga ulab silib, toza bir qaynatib, andan keyin oldigan bo'lsanglar, ballar oshxonalarniki o'p mo'xshash chiqadi ekan. Ajoyib payzoldi kejima o'zim go'zam maqtab meyalar shipilaq tatib bitib qolgan yerlarimda ma tamoqlarni. Men o'xshash kunda qozon beshdamish cho'gilab yuribotgan, oilani deb, turmushini deb jafo chekayotgan barliq go'zal xonim qizlarga qo'shib yuraklaringlarni berib qo'ymaymizlar qizlar. Tamoqlarimizning pishishiga ulgurib, mana mana tamoq qurab kirdi-da, nimatdan xo'g'oma deydi, voy ya xo'g'o emas. Deb aytasam, nima deydi. Voy Vanzdan desam bu bek yaxshi ko'radi emasmi? Rajab yaxshi tamoq aytibsan deb qo'shib ketdi. Samovar sho'rpsniki deb samovar devadim, samarvar sho'rpsnikini.
Telyansın silvet geçkimi öyle xugu praptira oyunu çevirgen bek peyzop dergiz xugu temde çıkmaptı başqısı bir temde peyz çıktı. Şunda mı çıraylık tamakның tuzunu kam qıp qoyupdu mapallah. Ve muşu çoğun oylayıp bitip yaşap ketyapatymyz bizdek iş buzar kelirler. Tuz kam geldi dedi şunu apam tuzunu saldı. Şunu dadamlarning aldığı akirsek vay yarap ketdi bulağa acayip oxşap dep ketdi. Men turup oylap qaldım da dostlarmış aşxanda joba çekvatqan xanım qızlamış yüz terilerimiz bustat qodek olap ketip deyme. Muş aşxanda degan may bustan aldı tuturupmuş yüzlerimiz degan ba'zani mayliq ba'zani qurg'oq ba'zani faqir yo'q olap ketdi.